Yaxshi bir o'ylaning. Bu yilingizni yaxshi o'tkazdingizmi? Hayotingizning eng qiyin yillarini boshdan kechirayotganligingiz rost. Shundaqdimi, tan saqliq, erkinlik kabi ne'matlarga ichingizdan chiqarib shukr qilib baqdingizmi? Notanish bir Uyg'urni bag'ringizga ching bosdingizmi bir haqiqatan? Bu bir yil ichida garchi yot bo'lsa-mu, sizga qon qarindoshdek mehr bergan, qiyomatlik qarindosh bo'lgan birlari bo'ldimi? Va yoki birlari kirdimi hayotingizga? Hech bayram bo'lmasa-mu, biror tanishingizni yo'qladingizmi? Hech bir sababsiz sovg'at elib baqdingizmi biror do'stingizga? Xafa bo'lishib qolgan biridan kechirim so'rab baqdingizmi? Bir ikki yildan bir aloqa qila olmagan, ammo siz bilan bir sinfda o'qigan yoki bir uyda turgan va yoki ilgari yaxshi munosabatda bo'lgan, siz chet elda ekanligini biladigan biror qarindishingizning izlarini qildingizmi? Turmushdan zorlanib, kelgusidan g'am qilayotganingizda g'am qilma, yanjug'umdikini tanhajlaymiz deb xotirjamlik tuyg'usi bergan yaqinlaringiz bo'ldimi? Yoki siz berib baqdingizmi bu tuyg'uni atrofingizdagi birlarga? Dadangizning ishidagi birining qo'lini ching siqqaningizda, yuzidagi yo'l qo'riqlarga baqqaningizda, dadangiz esingizga kelib, ko'lchanoqlaringiz namlanib baqdimi? Onangizga o'xshatgan bir ochimizning bir kunlik, tiximi to'g'risi bir qitimliq hojatini ravo qilib qo'yish uchun muhim bir ishingizdan kechib baqdingizmi? Bu bir yil ichida vatandagi xalqimiz uchun kun chiqishdan 2 soat burun uyg'onib, duo qo'l ko'targan chog'laringiz bo'ldimi hech? Atrofingizdagi Uyg'urni tanimaydigan bir qancha kishi siz sabablik bizni ijobiy tarafdan tixim yaxshi tanidimi? To'g'ri, hammamiz tasdi yashayapmiz. Hattoki oyliqingizni oyliq deb yashayotgan biri bo'lishingizmi mumkin? Shundimi Uyg'ur yordam tashkilotlari uchun yoki o'zingiz biladigan sizdinmi ig'ir kundagi biri uchun 100 turk lirasi, hech bo'lmasa 10 turk lirasi berib baqdingizmi? Bu bir yilda farzandingizni quchog'ingizda o'tirg'izib, birlikda 20 soat bo'lsa-mu, ona tilida kitob o'qigan vaqtingiz qancha qitim? 365 kun o'tdi. Bir Uyg'urcha kitob sotib oldingizmi? Bu yil o'qib bitirgan 2 parcha kitobingiz bormi? Millatni qutqizishda siz bilan o'xshamagan yo'lni tutgan birining o'rnida o'zingizni qo'yib biqib o'ylangan chog'laringiz bo'ldimi? Sizga o'xshash musulmonchilik qila olmagan bir Uyg'ur uchun o'zingizga tilagan tilaklarni qancha qitim Rabbingizdan ular uchun so'rab baqdingiz? Hijoblangan yoki soqol qo'ygan birlarining sizning qimmat qarashlaringiz bo'lgan demokratiya ichidami huquqi bo'lganligi xiyolingizdan kechib baqdimi? Millat xizmatida tanilgan, oramizda mashhur bo'lgan birining izzat obro'yini garchi ancha yoqtirib ketmasingizmi, biror so'rin yoki taratquda qo'g'digan vaqtlaringiz bo'ldimi? Yo'qotish, umidsizlik ichida o'tgan bu yil ichida Uyg'urlarning qilayotgan faoliyatlaridan qanchasiga ichingizda opirin o'qidingiz? U faoliyatlarning birarsida o'zingizning qatnasholmaganligidan ma'yuslanib baqdingizmi? Bizning kelgusimiz uchun ishonchiga to'lib hayajonlangan damlaringiz bo'ldimi? Qancha qitim o'zingizga har nim bo'lsa Uyg'ur bo'lib yorilibdiman deb baqdingiz? Shundoq, yaxshi o'tgan bir yilning mushundaq kichik ishlardan tarkib topadiganligini va yoki Uyg'urning dasturish uchun tashlagan qadamlarimizning yuqorqidek oddiy bir amaliyotlardan boshlanadiganligini o'ylanib baqdingizmi? O'tgan yil qilolmagan bo'lsangiz, hech vaqasi yo'q. Bu yil boshlang. Dunyoning qayerdala bo'lsa bo'lsin, Uyg'urli bo'lsa, muhabbat bilan qayta bir qarab boqing. U hayotlik uchun, Uyg'urning mavjudlik uchun tirishayotdi. Ko'zingizni to'sib olgan pardani yirtib o'ting. Qalbingizning ishkini ichib o'ting. İdealaringizni tarramkidan chiqarib o'ting. Bizning 3-4 ga bo'lingidek u qadar jiq sonimiz yo'q dunyoda. O'zimizni tashlab o'tib, bo'lishimiz mushu o'xshaydi degidek u qadar ojiz, tunugim paydo bo'lib qolgan millatmi emas biz. Mayli bizning qimmat qarshimiz qancha farqli bo'lsa bo'lsin. Mayli dunyoning qayerda yashayotgan bo'layli, hammamiz o'rtaq bir jo'g'rafiyaga intilayotgan Uyg'ur otliq kiyimidagi yo'lovchilarmiz. Shunglashqa muhabbatni yilingizdagi Uyg'urdan boshlang. Balkim Uyg'urni hammadan bak so'yishingiz mumkin. Shunglashqa sen xato qilding deb baqirayotgansiz.
va yoki bu qar yillarda hijrondan og'riyotgansiz. Ammo dardingizni Uyg'urdan olmang. Bu yangi yilda Uyg'urni so'ying, yurakingizdan ularga ko'ying. Hatto bir insonni so'yish uchun yetmagudek darajadagi qisqa bu hayotingizni taqdirdoshlaringizdan og'rinish, ulardan gumon qilish va yoki nashtlaringizni ularga sanjish bilan o'tkazib o'tmang. Ishoningki, mehringiz bilan sug'urib, tabassum bilan Uyg'urga sungan gullaringizdan olg'uchi olamcha xushal bo'lsa, atrofdagi kishilar zo'q olg'usi. Sizning qo'lingizda hech bo'lmadi degandimi, gul hidi qolg'usi.